Assalomu alaykum. Bugun turetskaya pitsa qilamiz. Faqat turklar bundan не в курсе. 300 gram sutga 300 gram suv quyib, yarim pochka dro'jji solib, bitta tuxum, ozgina tuz sepib, xamir qorib olamiz. Xamirimizni yumshoqroq qilamiz, ozgina yog' quyib, aralashtirib, oshirishga qo'yib qo'yamiz. Yarim soatda xamirimiz oshib chiqadi. Ikkita zvolaga bo'lib, pergamentga dumaloq qilib yoyib olamiz. Endi bo'lsa nachinkasini tayyorlaymiz. Yarim kilo tovuq go'shti, ikkita pomidorni mayda to'g'rab, zelen sovuramiz, tuz va murch sepib, qiymamizni aralashtirib olamiz. Endi xamirimizni olib, chetlariga mana shunday akkuratniy qilib solib chiqib, yopib chiqamiz. Endi o'rtasiga ham qiymani solib chiqamiz. Sochniy bo'lib chiqadi pomidorlarning suvi chiqib. Endi navbat sirga, любой eriydigan sirdan asosiy bo'ladi. Endi chetiga tuxum sarig'ini surib chiqamiz. 2 marta aylantirmasdan 1 marta sursam bo'ladi-yu. Kunjut sepib, duxovkaga yarim soat 250 gradusga tiqib yoramiz. Mana yuzlari qizarib, pizzamiz pishib chiqdi.